Assalamu alaikum, hurmatli Hristiyanlar, hurmatli Müslümanlar, tuğanlar. Biz Gezek'teki tekshiruv bilen kompanyanın atından Hamd Evraziya Şeriat ve Servis tarafından halal boyunca Gezek'teki tekshiruvi hayat kalmasa şekli geliyor. Bu kampanya biz 2017'de başladık. Elhamdülillah gözümün de biliyoruz. Onlar şu gezdeki hareket kılıp elimizde Müslümanlarga to'liq adal bo'lsin, adallik bo'lsin degan maqsadda hurmatli kelajak. Biz bilmaydi barimizni belgilagancha bu kolbasaga o'zi negizi 70-60-70% tovuqning eti qo'shilgan. Belgilar bilmaganlar daha var, biroq o'shancha dag'im aytib qo'yayin deganlar, halil degan tovuq biz o'zini Olmaotada borib, shuni o'zini kompaniya var, qanday loyiha shariatga standart loyiha deb tekshirib kelganmiz. Do'nimiz to'q bo'lib kelgan, Xudoga shukr. Qozog'istonda shular to'q bozorda dasat. Bu yerda shular endi boshqa to'q bosh bo'lganda biz hozir shu hayot kolbasidan bu oldik. Shu qachon xalas sertifikatsiya organizatsiyalar sertifikatini bilmesen aytganda bu adal deb aytishganimizda o'z ko'z bilan ko'rmay bizga yanaq chiqaradi. Ko'z bilan ko'rib, живой, film, ana nima aytadi. Shuna biraz gördük. Zaten şu anda modelde başka nalbağlarda biz gözümüzle durarız. Şuna insanlar bizler böyle aytalar hayat kalmasına biz kanday güvensiz sağlayırsa bu.